Selam hammaga. Bugun kreativ rejimida o'ynab ko'ramizning ikkinchi qismi. Men o'sha shaxtaga tushib ketganimdan so'ng shunaqa yerga keldim. Uy qurdim. Endi bu nima deyishlar mumkin bu? Mana qaranglar. Yuraylikmiz, mana tepaga chiqa olmaymiz. Biz zombimiz, zombi. Chiqa olmaymiz mana. Shunaqa. Bu to'siq degani. To'rog'i to'siq. Men uyimda kichkinagina shunaqa ixchamgina qurdim. Bu qayerdan kelib qoldi? Va bu nima? Bu qanaqasiga ko'rinmas bo'lsa ham o'tyapti. Men senlarni qabul qilmayman, yo'qolish haming. Va do'stlar, ko'rdinglarmi? Suv icharkan bu. Suv icharkan. Nima bu? Suv turadi. Do'stlar, biz zamonaviy narsa topib oldik. Nima bu? Bu nima? O'zi aslida bu nima rostdan ham? Nima bu? Tushunmadim men. Birinchi marta ko'rishim. 3 yildan beri Minecraft o'ynayman, lekin haligacha bunaqa narsani birinchi marta ko'rishim. Bu nima? Kim bilsa kommentariyada yozib olsin. Bu juda ham qiziq narsa. What the fuck? Do'stlar, men bularni olib qo'yaman. Bu yerda ham bo'ladi. Yo'q. Bu yerda yo'q. Bu yerdachi. Do'stlar, biz zamonaviy narsa topib oldik. Qani xaritaga qaraychi. Padarlanadi. Qayer bu? Narsalarimizni tashlaymiz. Hazillashni tashlaymiz. Yo'qolib qolish endi itam-pitam bo'ladi. Bitta bundan. Keyin bitta xarita qilish kerak, xarita. Bu xazinani topmasdan qo'ymaymiz. Ishqilib bu xarita rost bo'lsin-da. 2 marta shunaqa xarita topganman, lekin birortasini videoga olmagan ekanman. Shuning uchun bunisiga borib ko'rishga qaror qildim. Lekin bu yerdan chiqmasa xavfsanam bir bo'ladi. Chunki kimni ham shunaqa uzoqdan uyini tashlab kelganda shunday uylari, narsalari, shunday sandiqlar yo'qolib qolsa qanaqa alam qiladi, kim biladi. Meni uyim ana bo'lsa kerak. What the fuck? Videoda omadimiz kelyapti do'stlar. Ikkinchi marta sirli joy topishimiz. Do'stlar, biz qanaqa omadlimiz? Mana yana chiqdi. Vodda mana bunaqa ham chiqdi. Do'stlar, men qanaqa omadli bo'laman, ha? Men qanaqa omadli bo'laman? 2 marta ko'ryapsizlar, o'zingizlar 2 marta chiqdi. Bitta olamda 2 marta ham chiqqanmi? Sirli joy. Meni video qo'ymasimdan oldin umuman omadim kelmasdi. Meni omadsizbek deb chaqirishardi.
Demak, mana. Yo'q, men qayoqdan keldim? Yaxshiyam xarita qilib olganmiz. Demak, biz bu yoqqa boramiz ekan. Lekin men buni ko'rmagandim. Ana. Agar shunda uyimiz yo'qolib qolsa, men juda ham alam qiladi. Shu uyimiz bo'lmasa bo'lmaydi. Uyimiz emas ekan-ku. Uyimiz qani? Uyimiz qani? Mana topdim do'stlar. Asabim chiqib ketdi. Men sarguzashtlarda nima topsam shu sandiqqa solaman endi. O'zim qilganimda solmayman, buni ko'rmadim. Juda ham oddiy, lekin sarguzashtlarga boy. Bundan ikkita ekan. Demak, bu men qayerga qo'ydim alohida. Do'stlar, men kompyuterda o'ynamayapman, to'g'ri, lekin men telefonda o'ynayapman. Короче, do'stlar, xayr hammaga. Keyingi videolarimizda bu yerlarda ferma, balkim otlar, boshqa jonzotlar bo'lishi mumkin. Umuman o'zgarib ketishi ham mumkin. Menga baribir, mayli. Hammaga xayr. Aytgancha bu nimaligini aytib qo'y. Bu yomg'ir yoqqanda kuzatib, pastga qarab turamiz. Hazillashdim. Oyoqqa yurgani. Detski bo'lmaymiz. Mayli, xayr do'stlar, hammaga omad. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.